Puli yechildi? Tushunmadim. Kim yechadi pulni? Agar siz ham shu holatga tushishni xohlamasangiz, unda so'zlarimizni diqqat bilan eshiting. Bugun deyarli hamma ishimiz telefon va internet orqali. O'qish, yozish, hatto muloqot qilish ham barchasi shu yerda. Lekin bitta savol bor. Biz o'zimizni internetda qanchalik himoya qila olyapmiz? Ko'pchilik shaxsiy ma'lumotlarni jiddiy qabul qilmaydi. Login, parol, SMS kodlar hech narsa qilmaydi deb o'ylashadi. Aslida ana shu beparvolik ko'plab odamlarni firibgarlar tuzog'iga tushib qolishlariga sabab bo'ladi. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Hech qaysi bir sayt yoki shaxs sizdan parolingizni so'rashga haqli emas. Ijtimoiy tarmoqlardagi, elektron pochtadagi va turli platformalardagi parollaringizni vaqti bilan almashtirib turing. Unutmang, oddiy parol degani bu ochiq eshik degani. Bugungi globallashuv davrida raqamli texnologiyalar rivojlanmoqda. Shu bilan birga kiber jinoyatchilik ham faol tus olgan. Ular sizning ma'lumotlaringizni o'zlashtirishi, sizning nomingizga kredit olishi yoki akkauntingizni buzishi, obro'yingizga putur yetkazishi mumkin. Aytgandek, yana bir gap. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda ham hushyor bo'lish kerak. Har bir joylangan post, har bir yozilgan komment bu javobgarlik degani. Taqiqlangan materiallarni tarqatish jinoyat hisoblanadi. O'zgalarni obro'sizlantirish, nojo'ya izohlar yozish ham qonun oldida javobgarlikka olib keladi. Mavzuga oid hayotiy bir misol keltirmoqchiman. Yaqindagina bir talaba havolaga o'ting xabariga ishonib akkauntidan ayrildi. Uni nomidan esa firibgarlar firibgarlik xabarlarini barchaga yuborishdi. Sabab shunchaki tushunmaslik va e'tiborsizlik. Iqtisodiyot va pedagogika universitetining qadrli ustozlari va hurmatli talabalari. Kiber xavfsizlik bu shunchaki texnik masala emas. Bu sizning hayotingiz, obro'yingiz, kelajagingiz. Shunday ekan, ogoh bo'ling. O'zingizni himoya qilishni o'rganing. Internetdagi qadamlarni ham o'ylab bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.